Assalomu alaykum, hurmatli doktorlar. Bugun yangi Nanopix Pro versiyasini ustanovka qilishni boshlaymiz. Bu fleshkani ichi o'zining fleshkasi bor. Bo'ldi. Ustanovka tugadi. Endi рабочий stoldan programmani o'zini topamiz. Mana. Endi bu yoqda login va parol so'raydi. Registratsiyani bosamiz. Tanlanadi. Create a new account degan joyi bor. Hop, bu yoqda yoziladi pochta. Pochtani kirgizsangiz ham bo'ladi, telefon raqami, lekin telefon raqamda hamma vaqt ham ideal ishlamaydi. Oxirigacha olinadi va undan keyin pochtaga SMS keladi. Bo'ldi, keldi. Ismingizni so'rayapti. Aytaylik, Baxtiyor. Hop. Endi o'zingiz uchun qulay bitta parol qo'yasizlar. Bo'ldi, registratsiya bosildi. Endi so'rayapti, bu 3D rentgenmi yoki viziografmi? Viziografni tanlaysizlar. Klinika direktori bu ishni qilyaptimi hozir yoki sizda o'sha kompaniyangizda ko'p ishchilar ishlaydimi? Tanlaysiz o'zingizga keraklisini. Hop, bu yoqda klinikaning nomini so'rayapti. Stage Medical Country so'raydi. Bu yoqda O'zbekiston deb yoziladi. Endi adres aytaylik, Zulfiya 15 bosildi. Bo'ldi. Tanlaymiz. Viziograf ulangan bo'lishi kerak. Ulanganidan keyin topib oladi. Endi bu yoqda pochta. Pochtangizni qaytib yozasiz. Bu sizni loginingiz bo'ladi. Parol o'sha
o'zingiz kiritganingiz. Mana buni qo'yib qo'ysangiz, bo'ldi. Ishlab ketdi. Bu yoqda endi programmani ishlatish uchun bizdan hozir yangi versiyani ulaysanmi yo'qmi deb so'rayapti. Albatta qilsangiz juda yaxshi bo'lardi. Hop, programmani ishlatishi bu yoqda ism, familiya o'sha bemorniki kirgiziladi. Okey. Yoshini kirgizsangiz, o'shanga qarab sizga moslattirib beradi. Hop, endi bu bosiladi va bu yoqda ikkinchisi tanlanadi. Hozir bu inglizcha, buni ruscha bo'ladi. Hozir обновлениеdan keyin. Bo'ldi, mana bu yoqda уже tayyor holatda bo'ladi. Visograph waiting for expure. Bu yoqda tayyor уже bemalol rentgen qilishi mumkin. Xohlasangiz tishni tanlaysiz. Agar kerak bo'lsa, no, bu shart emas. O'zingiz uchun qilishingiz mumkin. Hop. Bo'ldi, endi sizdan chiqish so'ralyapti. Yes bosiladi. Bo'ldi, qaytib kiramiz programmaga. Bu yoqda mana buni bosganlaringizdan keyin уже ruschani tanlasangizlar bo'ladi. Yes. Endi bo'ldi, уже hamma narsa ruscha bo'ldi. Bo'ldi. Ruscha bo'ldi. Bemor kiritilgandan keyin syomka bosiladi. Rentgen qilinadi. Bemalol rentgenni ko'rmoqchi bo'lsangiz, prosmotrga kirasiz. Bu yoqda rentgenni analizlarini qilsa bo'ladi. Va buni bemalol xohlasangiz agar saqlanib qilishni ham oblikada saqlanib qilish mumkin. Mana bu yoqda oblikani bossangiz, o'zingizning bazangizda oblikada saqlanib bo'ladi. Va buni bemalol AI analiz qilishingiz mumkin.